Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ey iymon keltirganlar deyapti. Sizlar bir fosiq kishi xabar olib kelsa sizga, bir inson sizga bir xabar olib keldi. Bir birodaringiz haqida yomon narsa olib keldi, yo bir g'iybat olib keldi, bir tuhmat olib keldi, bir narsani ko'tarib keldi. Shu narsani tabayyun qilinglar. Oxiriga yetinglar, tekshiringlar, qaranglar uni. Ularga bir qavmga bilmay turib johillik bilan bir aziyat, musibat yetkazib qo'yishinglardan avval deyapti. Darran bir odamlarga bu bunaqa ekan, unaqa ekan deb yolg'onlarni gapirib qo'yishinglardan avval sizlar avval uni tekshirib ko'ringlar. Keyin agar sizlar tekshirmay turib musibat yetkazib qo'ysangiz, qilgan ishingizga nadomat chekib qolasiz. Qilgan ishingizga pushaymon qilasiz. Men noto'g'ri qilgan ekanman-da. Menga kelgan xabar noto'g'ri bo'lib chiqqan ekan-da deb qolasiz-da. Mana bu yerda xabar tashuvchi kishilar bo'ladi. Ikki kishining o'rtasida xabarlarning tashiydi. Bu kishini nima deydi? Chaqimchi deydi. Bir odamning gapini ikkinchi odamga yetkazgan odam nima? Chaqimchi. Payg'ambar alayhisalom annamman al-qattat deydi. O chaqimchi odam jannatga kirmaydi dedi. Chaqimchi odam jannatga kirmaydi dedi. Qarang. Subhanalloh, chaqimchilik shuncha gunohmi? Ha, gunoh. Chaqimchilik gunoh. Ikkita odamning azoblanayotganligini ko'rdi, payg'ambar alayhisalomga xabar bildirildi. Ikkitasining ustiga payg'ambar alayhisalom cho'pni oldida ustiga shunday bir ho'l navdani sindirib olib borib cho'pni tiqib qo'ydi qabrga. Sahobalar so'raganda aytdiki, menga shu xabar ber, shu qabrdagilar azoblanyapti ekan. Shu cho'pning qurib qolguncha miqdorda azobi yengillashiladi. Shunga men shuni tiqdim dedi. Ularning biri dedi, bavlidan, peshobdan, najosatdan poklanmasdi dedi. Ikkinchisi chaqimchilik qilardi dedi. Chaqimchi odamniki qiyomatdagi nimadan avval qabrning o'zida azobi boshlanadi. Qabrning o'zida. Demak, Alloh taolo chaqimchini nima deb ismladi Qur'onda? Fosiq dedi. Bir odamning gapini ikkinchi odamga yetkazadi, ta sizni o'shanga qarshi qo'yib qo'yish uchun. Sizni falonchi nima dedi, bir xabaringiz bormi? Men o'zim eshitib kelganman shuni. Eshitdim men o'zim deydi. Sizni nima deyapti deydi. Ayniqsa dinda ham shu narsa ko'payib ketdi. Bir olimning gapini ikkinchi odamning gapini uchinchiga tashiydiganlar ko'paydi. Bu chaqimchi, sizni bunday deganini eshitdim deydi. Sizni bunaqa deb aytdi deydi. Ana u odamni Qur'on tili nima dedi? Alloh taolo u fosiq xabar olib kelsa tasdiqlamang dedi. Fosiq dedi o'sha odam. Shuning uchun eng yaxshisi qulog'ingizga paxtani tiqib oling. Bo'ldi. Unaqa gapni men eshitmayman. Men fosiq bo'lgim kelmayapti. Birovning gapini birovga tashishni xohlamayman deydi. Bu oyatni tushishlik sababini ham aytib ketaylik. Haris ibn Zirar al-Khuzai degan kishi Xuza'a qabilasidan payg'ambar alayhisalom oldiga kelgan. Kelsa payg'ambar alayhisolatu vassalomga keldida, "Ya Rasululloh, men fada'ani ila al-islam" kelgan edi. Payg'ambar alayhisalom uni islomga da'vat qildi. Islomga da'vat qilgan edi, islomni qabul qildi, musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lgan edi, payg'ambar alayhisalom unga zakotni tushuntirdi. Islomni qabul qilishi bilan zakotni tushuntirdi. Shuning uchun birodarlar, namoz bilan zakotni o'rtasini ajratib bo'lmaydi. Namoz bilan zakotni Alloh taolo o'rtasini ajratmagan. Qur'onda namozni zikr qilsa, zakotni zikr qilgan. Namoz o'qib qo'ysak bo'ldi, qutulamiz ekan degan narsa emas. Namozni Allohga muhabbatan o'qing. Ibodatlarni, zakotlarni vaqtida ado etish kerak. Zakotni payg'ambar alayhisalom o'rgatdi, zakotni ado qildi. Keyin aytdi, "Ya Rasululloh" dedi. "Men islomni hamma hukmlariga bo'yinsinaman, qabul qilaman. Agar ruxsat bersangiz men qavmimni borayda islomga da'vat qilay. Ular qabul qilsa, ularga zakotni farz ekanligini aytay" dedi.
va ular ijobat qilishsa, ularning zakotlarini jamlab tayyor qilib tursam, siz o'zingizning bir elchingizni bir odam yuborsangizda, men shunga shu zakotlarni topshirsam dedi. Deganida juda ham yaxshi fikr aytding dedi. Payg'ambar alayhisalom bir vaqtga kelishib, falon vaqtda meni elchim boradi, zakotni shu vaqtga tayyorlab qo'y deb yubordi. Haligi odam zakotlarini jamlab kutib o'tirdi. Payg'ambar alayhisalomning elchisi kelmadi. Keyin aytdiki, payg'ambar alayhissalom va'daga xilof qilishi mumkin emas. Aniq bu yerda bir narsa bo'ldi. Men o'zim boraylik payg'ambar alayhissalomga deb qavmini yetaklab, payg'ambar alayhissalom tarafga qarab yo'l oldi. Huzoadan payg'ambar alayhissalom Madinaga qarab yo'l oldi. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalom uni zakotini olib kelish uchun Valid ibn Uqbani yuborgan ekan. Valid ibn Uqbani. Valid yo'lda yarim yo'lga kelgan vaqtida esiga kelib qoladi. Huzoa qabilasi bilan buning o'rtasida qabilasida kelishmovchiliklar bor. Dushmanchilik bor ekanligi esiga kelib qoladi-da, agar hozir men Huzoa qabilasiga kirsam, meni o'ldirib qo'ysa nima bo'ladi ular? Bizning qabila bilan ularning qabilasining o'rtasida kelishmovchiliklar bor edi deydi-da, sekin orqasiga burilib ketib qoladi. Bormaydi. Payg'ambar alayhisolamning oldiga kelganda qani zakoti desa, borgan edim deydi, ular menga zakotni bermadi deydi. Borgan edim zakotni bermadi, meni o'ldirishga yaqin bo'ldi, zo'rga qutulib keldim deydi. Shunday degandan keyin payg'ambar alayhisalom aytadi, unda ular dindan murtad bo'libdi-da, dindan chiqib ketibdi-da ular deb bir askarni, kichkina bir askarni payg'ambar alayhisalom boringlar shu yerga. Endi ular shunaqa ish tutadigan bo'lsa, zo'rlik bilan olib kelasizlar endi. Dinga kirib chiqqan odamning jazosi qatl. Ammo dinga kirmagan odam qatl qilinmaydi. O'zini dinida qolaveradi. Dinga kirib turib, dindan chiqqan odamniki qatl ekanda. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom askarni yuborib, boringlar dedi. Askar shunday kelsa, yo'lda nima bilan Haris bilan uchrashib qoldi. Haligilarni yetaklab keldi payg'ambar alayhisalom oldi. Kelganida nimaga sen zakotni man etding, Validga bermading deganida, men bu kishini ko'rmadim. Bu kishi menga kelmadi ham. Kelmadi dedi. U aytibdi, yo'q, men borgan edim dedi, meni qatl qilishga ozgina qoldi, aram qutuldim deb turibdi. Shu vaqtda Alloh taolo oyat tushirib, ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, tasdiqlamanglar ularning xabarini deb Harisning aytgan so'zi haq ekanligini isbotlab shu oyat tushdi. Shuning uchun musulmonlar doimo bir nima bo'ladigan bo'lsa, avval uni tasdiqlab oxiriga